Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda men sizlarga eng zo'r 3 ta yo'nalishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Do'stlar, bu yo'nalishlarni o'zi sizlar menimcha oldindan ko'rgansizlar va bilasizlar. Juda ham ko'p odam yo'nalishlarni biladi va o'zi qilib ham ko'rgan bo'lishi kerak. Asosiysi bu yo'nalishlarda o'zida juda ham zo'r pul qilsa bo'ladi va qiyin yo'nalishlarni qilib emas va shu oddiy yo'nalishlarni qilib ham normal so'qqa qilsa bo'ladi. Va men sizlarga shu 3 ta yo'nalishni ko'rsatib o'taman. Birinchi yo'nalishimiz o'sha brain rot deydi, kimdir harom deydi, kimdir halol deydi, men bilmayman, просто tak men ko'rsatib o'taman. Mana shu kanal PowJump va prosmotlarni ko'rishingiz mumkin. 18 soat oldin, 7 soat oldin, bir kun oldin prosmotlar 42 ming, 100 ming juda ham zo'r prosmotlar olyapti. Men ko'rishingiz mumkin, har videosi 100 ming, 185 ming masalan, 135 ming, 100 ming, 100 ming, 100 ming, 100 ming juda ham ko'p videolar 100 mingdan prosmotlar olyapti. Bu degani har 1000 ta prosmotga eng kamida $1 hisoblasanglar, shu $108, $42, $180 deb pul hisoblasa bo'ladi. Keyin bu kanalning statistikaga keladigan bo'lsak, oxirgi 7 kun ichida kanalimiz 4.200.000 prosmotr olgan. Endi buni hisoblab ko'ramiz. 4.200.000 prosmotr bo'lsa, shuni 1000 ga bo'lamiz, chunki har 1000 ta prosmotrga pul to'laydi. Ya'ni 4.200 ni $1 ga ko'paytiringlar, shu uzr, xato ko'paytirib yubordim. 4.200 ni shu $1 ga ko'paytirsanglar, shu o'zi chiqadi. $4.200 bir hafta ichida ishlagan. Bu $4.200 esa 12.500 so'mni hisoblaganda ham 52 million bir haftada. Atigi bir haftada 52 million. Sizlar ham shunaqa daromad qilsa bo'ladi. Yo'nalishlar juda ham osonligini ko'rib turibsizlar. Bu teleskop yo'nalishi bitta shablonda va 2 minutda tayyor bo'ladigan yo'nalish videolari o'zi ham. Bu brat bir kunda 4 ta video qo'yar ekan. Men sizlarga qaysi vaqtda video qo'yishdan ko'rsatib o'taman. Bemalol o'sha vaqtda sizlar ham video qo'yishlar mumkin. Masalan, shu kanalda yozamiz, qidiruvga va publications schedule degan narsa inglizcha biladiganlarni tushundiruvchi. Короче, video yuklash vaqtlarini mana shu yerda ko'rsatadi. Hozir do'stlar, sal appni yutib bo'ladi, chunki ma'lumotlarni oladi bu ham, tahlil qiladi. Mana bolalar, narigi ilovamizni ko'rsatmadi. Qanaqadir nosozlik bilmayman. Mana bu ilovamizni ko'rsatyapti. Mana, короче, har kuni ikkitadan video qo'yar ekan. Mana bu kunlar. Masalan, 29-iyun soat 04:20 da video qo'ygan. Mana pastdagi 04:20 hisoblanadi. Ana tepadagi 4:00, 4:59 emas, pastdagi 4:20. Время publikatsiya. Ana shu narsa qachon soat nechida video qo'ygan? Soat 04:20 da qo'ygan va 15:20 da har kun shu vaqtda video qo'yar ekan, kuniga ikkitadan. Shularni ko'rdinglar, demak bu kanal har kun ikkitadan qo'yar ekan. Bu bugungi videolar mana ikkitasi, bu kechagi, bu 0-nji kun. Tushundik bolalar? Bu kanalimizni ham ko'rdinglar, oddiy teleskop. Buni shabloni CapCut orqali qilsanglar bo'ladi bemalol. Mana shabloni ham bor buni. Tayyor qilib yasalgan. Mana sal-pal tushuntirishlar berib o'ta olaman sizlarga. Mana bu masalan green screenlari, mana bu green screenlar, rasmlar, mana shu videolar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, agar bemalol Telegram kanalimga o'tishinglar mumkin. Telegram kanalimiz esa Amerika YouTube deb qidirsanglar, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi mana. Mana shu kanal bizning Telegram kanal. Ko'rgan bo'lsanglar do'stlar, endi biz ikkinchi yo'nalishga o'tamiz. Bu o'sha mashhur Alien Dance yo'nalishi yana. Bu kanal 6 kun oldin ochilgan va prosmotrlar juda ham dahshat. 2 kun oldingi 400 ming ta prosmotr, 200 ming, 150 ming, 100 ming talab prosmotr olyapti. Bu kanalda hali statistikalar chiqmagan videoga, chunki yangi kanal bo'lganligi uchun ma'lumotlarni hali berib uzatilmaydi videoga. Shunga do'stlar, bu kanalda like ham urilar ekan videolarga. Hozir videolarga like urilganini ko'rsatib o'taman sizlarga. Shuning uchun ham prosmotlar juda ham dahshat ekan. 20 ming ta prosmotga 1000 ta like urilgan do'stlar. Shuning uchun ham prosmotlar juda ham zo'r. Buni ham yo'nalish qilish juda ham oson. Masalan, videoga ko'rsataman. Oddiygina qo'l bola animatsiya. CapCutda keyframe orqali qilsanglar bo'ladi.
Bittirasin tepaga, bittirasin pastga, tepaga, pastga. Вообще oson. Mana bu green screen'ni aytdim sizlarga, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Hammasi bor mana. Keyin 3-yo'nalishimizga o'tamiz. Best wrong is yo'nalishi. Wrong is hali ham bor, hech qanaqa aktiv bo'lmaydi hech qaysi yo'nalishda. Просто tak shularni trendga moslab qilish kerak xolos. Mana bu wrong is ham juda ham zo'r prosmotrlar olyapti. 30 ming, 20 ming, 27 ming, 70 ming aktual yo'nalishlar bular. Sizlarda prosmotr olmasa, demak trenddan tushgan bo'lmaydi do'stlar. Unga e'tibor bermaysizlar, kimdir trenddan qoldi desa, hech qachon u gapga ishonmanglar. Mana bu kanal 4 millionta prosmotr olgan, 50 ta video bilan atigi 4 haftada 4 millionta prosmotr. Bu degani $4,000 oshiq pul 4 haftada. Вообще haftasiga $1,000 pul ishlayapti. Bular qilyapti, sizlar qila olmaysizlarmi bo'ldi? Вообще oson narsalar masalan. Shablonlari bor, juda ham oson. Animatsiya katta qilsa bo'ladi. Mana shu green screenlar bilan top qilish вообще osonda. Buni qaranglar bo'ldi. Shu orqali mana bitta shablon qilib olgan 420 sekund qaranglar. Mana bu ham 420, 420, 420, 420, 420, 420 ko'rasizlar. Bitta shablon takror shu izaveradi, lekin pulman degan ishlayapti bo'ldi. Qo'lidan kelib kanal yuritib turdim bo'ldi, pulni ishlayapti. Просто nima kerak? Kanal ko'tarish uchun asosiysi kanalda oldin qizdirib olish kerak. Kanalda qizdirish bu degan nima? Kanalni ochasizlar, ochgan kuninglar video qo'ysizlar, hayotda ko'tarilmaydi men sizlarga garantiya beraman. Ochgan kuninglar video qo'ymanglar hech qachon. Nima qilasizlar bilasizlarmi? Kanalni oldinroq ertadan ochib qo'yinglar. Masalan, kanalni ochdinglar, bugun 1 hafta, 2 hafta faqat video shorts ko'ringlar. O'sha kanalni ochib, o'sha Gmailda faqat YouTube'da video ko'ringlar. Shunaqa qilib YouTube sizni robot emasligingizni aniqlab oladi. Aniqlab olgandan keyin kanal ochib video qo'yasiz, 1 hafta men sizlarga garantiya beraman. Shunaqa prosmotr oladi kanallaring. Вообще. Просто o'zingizlar shuni eplashinglar kerak. 1 hafta nima qilasizlar? Har kuni bir xil vaqtda 2 tadan yoki 1 tadan video qo'yasizlar. Bo'ldi. Shunga amal qilsanglar 100% kanallar ko'tariladi. 100%. Men o'zim tajribamdan 2-3 yillik tajribamdan kelib chiqib aytaman. Shunaqa gaplar srazikina video qo'yib yormanglar, baribir ko'tarilmaydi. Jalka bo'ladi, qilgan mehnatlaring, videolaring hammasi shunga bog'liq. Tegga pek hech nimani hal qilmaydi, unga ham ahamiyat bermanglar. U prosta bir qanaqadir bir mifga o'xshaydigan narsa va teg u ekan, teg bu ekan degan narsalarga umuman ishonmanglar. Mana 3 hafta oldin 3 million prosmotr. Bitta videoda $3,000 pul, $2,000 pul, $1,000 pul. 8 kun oldi eng qiziqarlisi. Oddiy teleskop brainrotda qilingan. Vallahi bularni menimcha bosish kerak, faqat kutib o'tirish shart emas. Qilsammikin, qilmasammikin, to'g'ri yo'nalish tanladimmi, xato yo'nalish tanladimmi? PMG uni qiyin yo'nalishlarni qilganda-ku shularni qilaveringlar, bemalol. Bulardan ishlasa bo'ladi, normalniy summa. Endi BMG nimaga kerak bilasizlarmi? BMG o'lmaydigan yo'nalish, u doimo prosmotr olib turaveradi-yu. Endi bularda detisk yo'nalishlarda birdan prosmotr tushib ketish yoki prosmotr stabilniy turmaydi. Masalan, har videoyingiz 100 ming topib turmaydi. Bittada videolar 10 ming topib qoladi, bittada 100 ming, bittada 1 million olib ketadi. O'shanaqa narsa bu do'stlar. Shuning uchun ham ko'p odam ham BMGni maslahat beradi. Hamma narsa o'z yo'liga do'stlar. Maslahatim mana shu oson yo'nalishlarni bosib o'ringlar. BMGga 8 soatlab mehnat qila olmaysizlar kuniga. Boshlanishiga shunaqa bo'ladi. Endi keyinchalik o'rganganinglardan, pro bo'lganinglardan keyin men garantiya kamida shunda ham 3 soat o'tirasizlar BMG ustida. O'zim shug'ullanib ko'rganman. Shunga do'stlar, mana shu yo'nalishlar juda ham zo'r yo'nalishlar. Kam vaqt sarflaysizlar, ajoyib yo'nalish. Prostor olib turibdi hammada, pul ham ishlab turibdi, kanal mansiyasi yonyapti, apellyatsiya tushib qolsa ham apellyatsiya bersanglar yonyapti bemalol. Agar apellyatsiyada muammo bo'lsa, bemalol menga yozsanglar Telegramdan, lichkam qo'yib qo'yaman profilda. O'sha orqali kirib menga murojaat qilsanglar, o'zim yordamlashib beraman prevlaringga. Bemalol shunaqa qilib kanal ko'tarib ishlasanglar bo'ladi. Короче, hammaga rahmat, hammaga omad. Men gapirgan gaplarim shu bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr, hammaga rahmat.